Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Beauty P129 modeli, ya'ni orbitalniy shilfavalniy mashinasi haqida gaplashamiz. Bu degani eksentrik shilfavalniy mashina. Bu apparatimizning afzalliklari, bu yangi turdagi shilfavalniy mashinamizning nima xususiyatlari bor, buni ishlatganda nimalarga e'tibor berish kerak, shular haqida gaplashamiz. Kelinglar, sizlar bilan bu apparatimizni ochib, ichida komplektlarda nimalar chiqadi, apparatimiz qanaqa xususiyatga egaligi haqida gaplashamiz. Birgalikda ochib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, apparatimizni ochdik. Bu apparatimiz juda ham qulay qilib ishlab chiqarilgan va yana yaxshi tomoni buni baquvvatligi. Ko'pchilik usta akalarimiz kompressordan foydalanib shlipovka qilib ishlatishadi, chunki u qulay va kuchli bo'lgani uchun. Bu apparatimiz tokli, lekin kompressorda ishlaydigan pnevmatik shlifovalniy mashinaga o'xshab ishlab chiqarilgan. Kuchi ham shuni kuchini beradi va juda ham ixcham va sifatli hisoblanadi. Bu apparatimizdan foydalanganda asosan maslahat beramiz, quruq joylarda foydalanishi, chunki ko'p ustalarimiz shlifovalniy mashinadan foydalangan paytda quruq joyda devorlarni, taxtalarni shlifovka qilgan paytinglarda apparatimizni changi hisobiga pashinilari tez ketadi, ichida yakrlar tez kuyishi mumkin, apparatda muammo tez chiqadi. Bu spetsialniy quruq joyda changda chidamli qilib ishlab chiqarilgan apparatimiz hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu apparatimizning komplektida instrumentimizning o'zi va albatta o'zining shtekeri, bu qulay qilib ishlab chiqarilgan shtekerini ulab turib ishlatiladi. Komplektida 4 xil har xil turdagi o'zini zamonaviy shukurka qog'ozlari ham bor. Keyin o'zini kulichlari bor. Buni lapkasini yechib, ichini nobodoga yechib tozalash uchun yoki lapkasini keyinchalik almashtirish uchun mo'ljallangan o'zini kulichi bor. Va komplektida har bitta instrumentimizda bo'ladigandek o'zini garantiyli talonlari va xarakteristika kitoblari ham bor. Apparatimizni birma-bir hosilga tanishtirib o'tamiz. Ko'rib, ishlatib, qanaqa ishlashi, buni qanaqa xususiyatlari bor ko'rsatib o'tamiz. Hop, ko'rishingiz mumkin, bu apparatimizning shtakerini ulab, bemalol foydalanishga tayyor holatga keltiramiz. Keyin bu apparatimizni ishlatganingizda o'zini maxsus zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan, bu o'chirib yoqadigan funksiyalari bor, o'zini knopkali, keyin oborotini baland-past qiladigan o'zini tablolari ham bor. Birinchi skorsdan 7 skorsgacha ishlatsanglar bo'ladi. Bu degani past rejimda ham, baland rejimda ham ishlatasizlar. Bu eksentrik apparatimizning xususiyati, eksentrik degani orbitalniy harakat bilan harakatlanadi. U degani oddiy polirovочный apparatda bir xil aylanadi. U bir xil aylanganda ko'pincha ko'p iz qoldiradi yoki silliqlayotgan paytingizda silliq chiqarmasligi mumkin. Bu apparatimizning eksentrik orbitalniy, ya'ni ikki xil harakat bilan harakatlanadi. Ham aylanadi, ham 5 mm masofada vibratsiya bilan ishlaydi. Shuni hisobiga silliqlayotgan devorlarimiz, taxtalarimiz, metallarimiz tekis holatda chiqadi. Bu apparatimizning modeli P129 hisoblanadi. Buni vatti 400 watt, 4000 oborotdan 10000 oborotgacha oborot hisoblanadi. Bu apparatimizning eksentrik orbital razmeri 5 mm hisoblanadi. Apparatimizni ishlatganda, shukurka qilayotganda bemalol o'zini maxsus joyi bor. Bu yerga plysos ulab qo'yib ishlatsanglar, ishlayotgan joyinglarni bemalol chang bo'lmasdan, sizlarga ziyon bermasdan foydalanishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, apparatimizni uladik. Keyin apparatimizda bir narsani aytish kerak. Bu apparatimizning kabeli ham 4 metr hisoblanadi. Bemalol uzun joylarda uдлинителsiz ishlatishingiz mumkin. Keyin apparatimizning diskining razmeri 150 mm hisoblanadi. Keyin buni apparatda ishlatgan paytingizda iloji boricha sizlarga maslahat beramiz. Mana bunaqa yangicha zamonaviy shukurka qog'oz qo'yib ishlatishingizni. Sababi buni ishlatgan paytingizda o'zini har xil joyida teshiklari bor. Ko'rib turganingizdek, bu teshiklar orqali changi plyosga tortishga qulayroq bo'ladi. Agar teshigi kamroq bo'lgan qum qog'oz qo'ysanglar, chang tashqariga berishi mumkin, ishlayotgan joylarda o'zingizga ziyon berishi mumkin. Apparatimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizdek, o'zini tablosi bor va ikki xil knopkasi bor. Plus minus knopkasi. Eng baland oborot 7 rejim bo'ladi, pasti 1 bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana ishlayapti apparatimiz, hozir ko'rsatamiz mana. Ko'rib turganingizdek, 7-rejimda ishlayapti.
Keyin buni ishlatgan paytingizda oboroti sekin, plavniy xodda qo'zg'aladi. Sirasi tez bo'lib ketmaydi, ko'rib turganingizda. Eng baland oborot hisoblanadi. Eng past oboroti ham juda ham sekin, chunki ko'p ustalarimiz sekin oborot kerak bo'ladi, ko'p o'yvormasligi uchun ishlayotgan joyida oxirgi yakunlash, silliqlash qiladigan paytingizda kerak bo'ladi. Apparatimizni ishlatgan paytingizda o'zining orbital rejimi ham bor. Bu o'zi vibratsionniy bo'lib ishlaydi. Ko'rib turganingizda ko'rib turibsizlar, bu silliqlashda juda ham yordam beradi. Bu apparatimiz suvdan ham, changdan ham qo'rqmaydigan sifatli yangi modelimiz hisoblanadi. Kimga bu instrumentlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar, o'zimizning saytimizda yoki mobil ilovamizda xarid qilishingiz mumkin. Va albatta bizning videolarni kuzatib boringlar, videoga like bosing, fikringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar.